Kelin qaynonani boqish kerakmi deganda, albatta boqish kerak degan xola yaqinda meni rosa qo'rqitgandilar. Ikkinchisi shu hind xola bo'ldilar. Shundan keyin nastroyeniyam bo'lmasa-da, uyda bironta ish qilgim kelmay qoldi. Keyin shartda bolamni aylantirib kelaman desam, qarasam bolam ham yo'q ekan. Qayni singlimga telefon qildim. Yuring, sizni bolangiz bor-ku, aylantirib kelaylik, yangi joy ochilibdi dedim. Xullas, Qo'shko'prikda Alfraganus targoviy sentrining ichida shunaqa zo'r plashatka ochilibdi. Hurmatli mamashalar, bu postimni oxirigacha ko'rmasanglar bo'lmaydi. Ayniqsa Muhammad hali kirmasimizdan xursand bo'lib ketdi. Ertaklar dunyosi deb nomlanadi. Shunaqa katta hamma narsasi bor. Kiyimlarni almashtirib plashatkaga tushgandik. Kalmar o'yini seriali boshlanib ketsa bo'ladimi? Bolajonlar bilan o'ynab haqiqiy serialning ichiga tushib qolgandek bo'ldim. Umuman boshqacha atmosfera. Shunaqa o'yinlari ko'p. Mana qaranglar, labirint juda ham katta. Bolajonlar o'ynashga tushib ketishdi. Ko'rib ko'zlarim quvonib, o'zim ham bolaligimga qaytgandek bo'lib qoldim. Futbol plashatkasi, basketbol plashatka, oynali xonalar, qiziqarli joylar, katta monitorda kino, multfilmlar ko'rsanglar bo'lar ekan. Biz Muhammadni yaxshi ko'rgan multfilmini ko'rib, yana dalshi davom etdik. Batutlar deysizlarmi? Tepalarga bo'lachalar chiqib olib, shunaqa o'yinlar o'ynashyapti. Даже bu o'yinlarni o'rganishga ham ulgurmadim. Videoda o'zingizlar hammasini ko'rsanglar bo'ladi. Nafaqat bolajoninglar, o'zingizlar ham maza qilasizlar. Happy birthday xonalari ham bor ekan. Bemalol ko'pchilik kelib, alohida xonalarda bayramlar o'tkazsanglar ham bo'ladi. Mototsikl, mashina, o'zingizlar ham o'tirib o'ynasanglar bo'lar ekan. Xullas kalom, o'yinlardan keyin men bunaqa chek oldim. Menga vaucherdan keyin chek berishdi va buni olib borganimda shunaqa katta mashina sovg'aga berishdi. Muhammadga berdim. Juda ham xursand bo'ldi. Biz maza qilib aylandik. Sizlarga ham kerak bo'lsa, adreslarini qoldiraman. Albatta boringlar.